Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim, ayol qizlar, meni butun O'zbekistondan kuzatuvchi aziz obunachilarim, hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Ko'p bo'ldi Roza Gold oltin do'konidan video syomka qilmadi. Xudo xolasa zo'r yangilik bilan chiqib turibmiz. Roza Gold oltin do'konida oltinlar narxi tushdi. Endi do'konimizdagi jamiki oltinlarimizga 10% va 20%, 25% gacha skidka qo'yib beramiz. U qanday oltin bo'ladi? Naqd pulga olamizmi, muddatli to'lovga olamizmi degan savollarimizga ichkarida to'liq javob beramiz. Bizlarda oltinlarimizni naqd pulga, muddatli to'lovga, eski oltinlaringizni berib toza oltinga almashtirish, ya'ni barter usulida olishingiz mumkin. Onlayn savdolarimiz ham bor. 12 viloyatga dostavka xizmatlarimiz ham bor. Oltin do'konimizning to'liq adresi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Tres poliklinikaning ro'parasida bo'ladi. Roza Gold do'koni shu yerda joylashgan. Agar undan ham tashqari ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizda, Instagram kanalimizda ham YouTube kanallarimizga o'tib oltinlarimizni fasollari, grammlari, narxlari bilan tanishishingiz mumkin. Ekranda nomerlar qoldiramiz. 12 viloyatga dostavka xizmatlarimiz bor. Telefon ursangiz, mutlaqo tekin dostavka xizmatlarimizdan ham foydalanasiz. Obunachilarim, mehringizni, layklaringizni ayamaysizlar, chiroyli kommentariy yozsanglar, xuddim xursand bo'lamiz. Ichkarida to'liq narxlar bilan oltinlarimizni obzor qilib beramiz. Saçıldı mı? Kömürde baktın açıldı mı? Beline tutsan boladı mı? Beline tutsan boladı mı? Bele kucağım toladı mı? Bele kucağım toladı mı? Do'konimizda shunday chiroyli 750 proba bakinskiy brilliantlarimiz keldi. Xudo xolasa, qarab, o'zim ham shunday tag'ib oldim. Sizlarga ham bularni obzor qilib beramiz. Matluba, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Sharaffa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Oltinlarni qisqacha obzor qilib, oltinlar narxlari ancha tushdi. Undan ham kelishtirib tushib berishga imkon qadar xalqimizni o'ylagan holda chegirma aksiyalarni e'lon etacakman. Xudo xolasa, zo'r aksiya, chegirmalar kutib qoling. Bir-biridan chiroyli 750 probalarimiz keldi. Bakinskiy brilliantlar, qarang obunachilarim. Va hech yerda yo'q, ana shu halqa sirg'ani ko'rdim. Yoshlik davrim esimga tushib ketdi. Buni enalarimiz taqatlaydi. Matluba, qarang. Bular zakazga kelgan, Sharaffa, ikki dona keldi. Ikki dona keldi mana. Buni ko'pchilik yaxshi ko'radi. Qarang, kim chiroyli. Bularimizni grammlari uncha o'rmas bo'lsa kerak. Normali grammlar ham yaxshi chiqadi. 4 61, 4 59 chiqadi ekonim gramm. 5 gramm atrofida ekan. Kelishilgan narxlarda beramiz. Kimga agar shunday halqalar kerak bo'lsa, kelishlaringiz mumkin do'konimizda. Xo'sh, bizlarda hamma oltin tovladi. Tovladi. 585, 83, 750, hamma proba italyanskiy, tureyskiy, hammasini tovib beramiz. Undan keyin lom olish qanday bo'tir hozirgi kunda? Bugungi lom narxiga keladigan bo'lsam, 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lib turibdi. Ya'ni 11-aprel sanasiga ko'ra. Har kuni u ko'tariladi yo tushadi, shunday turibdi. Ko'tariladi, tushadi. Tushgan narxini olamiz, ko'tarsa ko'tarilgan narxini olib turibmiz. Ular sevimlimi? Sevimli komplektlarimiz 750 baku brilliantlarimiz, karatlari ham katta, oppoq yonib turadi karatlari bor. Bun ajoyib variantlarimiz ko'p 750lardan ham. Bilaklarimiz ham bor, mana Sharaffa, o'zim ham birini tag'ib oldim, mana yangi kelganlardan. Darushkalarimizni. Mana shunday alohida karatli ega 750larimiz ham bor. Alohida o'zigun olaman desam alohida sotiladi. Alohida o'zi. Keyin klonlarimiz ham bor ekan. Klonlarimiz ham bor, ajoyib. Mana shu klonni qarang. Buni chiroyli, hozir ko'p yerda ko'raman buni. Shanellarga taqib olganlar, ayniqsa ayollarimiz. Haqiqiy bakinskiy bo'ladi bular. Bakinning o'zida zargar ish emas.
Bular hammasi zavod. Zavod ishlari barisi. Matluba Hozir birga bir kopyalari ham Aha. chiqqan. Bu Ava. 750larimizni unday modellarimiz ham qo'limizda tayyor bor. 585 tiyi oltini javob bersa, ustlari 750 karatga javob beradigan birga bir ishlangan komplektlarimiz ham bizlarda bor. Agar 750 ga azroq pulim yetmaydi desangiz, Desa, buni olasiz. Ustining karati 750 bo'ladi, tiyi 585 oltin birga bir kopya. Bular bizdan Storyalarimizda, YouTube storylarimizda ko'rib borgan bo'lsa, biz qo'yib turibmiz ularni. Narxlari bilan ham qo'ydim storyalarimda. Ko'rishlaringiz mumkin, tovushlaringiz ham mumkin. Yana bizlarda bir zo'r yangilik, bizlar oltinlarimizga chegirma qo'ydik Shuni Shayrapa. so'raydi. 10% dan 20% gacha chegirmalarni e'lon etdik. Kelib, shu yerda masalan narsalar bilan tanishtirsa, necha foizli chegirmaga ega narsalarimizni aytib bera olaman. Misol uchun, Misol bir uchun, ko'rsatib mana. o'tsak, Nefretlarimizni, anajonlarimiz uchun, hattoki brilliantini ham 1 million 50 ming so'mdan qo'ydim chegirmaga. sotilish bahasi qanday edi buni? Sotilishlari bularni 1 million 150 dan sotiydi. Hozirgi kundagi narxi 1 million 50 ming so'mdan qo'yaman nefretlarda. Nefret komplektlarimiz. Komplektlar. Bu endi buyog'indagilarimizni esa 1 million 200 ming so'mdan qo'yaman. Bular 1 million 200 ming so'mdan sotganmiz. Hozirgi kunda 1 million 200 ming so'mdan Bularning qo'yamiz. grammini, Grammini. qarang, bular ham yangi modellarimizdan hisoblanadi. Qarang, obunachilar, kelib grammini 1 million 200 ming so'mdan xarid qilishlaringiz mumkin. Uzoqdan kuzatuvchilar bo'lsa, dastlabki xizmatlarimizdan ham foydalansanglar bo'ladi. Buning grammi 12 gram ekan. 12,5 gram ekan, уже 12,5 ga chamalashib qoladi ekan. To'ychilar menimcha 10 gramdan ziyod oltin oladi. Oltin olib turibdilar, 10 grammdan ziyod. Qashsiz modellarimiz ham bor, mana har xil modellarimiz, qashsizlarimiz. Bular qancha? Ularni grammlarini 1 million 150 ming so'mdan qo'ydik aksiyada. 150 ming. 50 mingdan qo'ydik. 1 million 150 mingdan aksiyada qo'ydik. Obunachilar, qarang, bular Bunday imkoniyatlardan obunachilarimiz foydalanib qolishni tavsiya etaman. Mulk tilla sifatida olib qo'ysalar ham, taqsalar ham zo'r vibrlarimiz ko'p. shu komplektni qarang, 5,5 gram atrofida. Narxlari dim arzon chiqadi komplektlarimiz. Arzon Agar 1 chiqadi. million 200 dan urgan vaqtda grammini, keyin mana shuni ham ko'rsatib o'tishim mumkin obunachilarim. So'm oltin grammi 1 million 200 ming so'mdan. Keyin onalarimiz dim yaxshi ko'rib tag'adi, quloqlarida yalqildab turadi bularimiz. Bularimiz ham 1 million 200 ming so'mdan. Buning bunday tumaloq varianti bor. Keyin jannatim onam deb aytiladi bu komplektlarimiz. Buning o'g'lisi va kichkisi bor ekan bu yerda. Keyin yosh qizlarimiz, kelinlarimiz uchun buni dim sevib oladilar, bularimiz ham bor. Xullas, bularning grammi 1 million 200 ming so'mdan xarid qilishlaringiz mumkin. Nefretlarda 1 million 50 dan berdi. 1 million 50 ming so'mdan, hattoki brilliantlarini ham 1 million 50 ming so'mdan chegirmaga qo'yib beraman mana. Keladilar, taraziga tashlab, bemalol tekshiruvdan o'tgan tekshirib berish xizmatlarimiz bor. Mana shu nefretimizni mana hozir grammlarini ko'rsatib, necha so'm bo'lishini hisoblab beraman. Shayrapa 10.65 chiqadi bu. 10.65 1 million 50 ming so'mdan 11 million 182 ming so'm pul bo'ladi. Bu zo'r narsa, ham qalin buning. Tiylari ham zo'r, ajoyib mana. Yuzuklarini ham uyda taqsa ham zo'r variantlar. Ajoyib narsalarimiz bor. Ajoyib narsa, haqiqatdan agar onalaringizga hadya qilaman desanglar, obunachilarim qarang, chiroyli turibdi. Bundan kichik uli nelar ham bor? Har xil grammlarni tolsalar bo'ladi. Ko'rinishlari bir xil bo'lishi mumkin, lekin grammlari har xil variantlarimizni tolsalar bo'ladi. Buni komplektimiz esa mana 6 million 348 ming so'm pul bo'ladi. 1 million 150 ming so'mdan brilliant. To'ychilarimiz uchun ham zo'r variantlarimiz ko'p. Qo'shaloq to'y etaman deganlar uchun ham qo'shaloqdan komplektlarimizni topib beramiz. Ana shu komplektlarimizdan 2-3 danadan bor mana 1 million 150 mingdan. Buni ham ko'ravering Matluba. Va hozir qizlarimiz dim netadi, bir hisoblab berversangiz buni. Bo'ldi. Qizlar uchun ham zo'r narsamiz. Buni yabishni narsalarimiz. 488 chiqadi. 1 million 150 ming so'mdan 5 million 600 ming so'm pul bo'ladi. 5 million 612 ming bo'lib turibdi. 5 million 600 ni o'zina beraman. Dim chiroyli bu oltinlarimiz. Xullas, har birini narxini aytish bizlar uchun vaqt ko'p oladi. Kelib, arzonlagan narxda olishlaringiz mumkin. Ana endi bu yoqqa o'tib, bu sepuchkalarimiz, uzuklarimiz alohida bir tanishtirib o'tsangiz nomlari bilan va grammlari bilan. Bu yerda mana hozir eng so'nggi modeldagi Van Cleef'larimiz bor.
har xil ullili kichili grammlari topiladi bulardan, kelishib beramiz bulardan. Uzuklari bilan ekan. Komplektlari bilan birgalikda to'salar bo'ladi. Kelishilgan narxda beraman bulardan. Gurmetlarimiz ham bor. Gurmetlarda ham kattalik, kichili grammlaridan bizlarda to'salar bo'ladi. Bu yerda esa mana eng so'nggi modelda yaqirg'a Tiffany deb aytamiz buni. Zo'r modellarimiz bulardan kelishib berib turibmiz arzon narxlarda. Bu yerda esa kobra to'qilishdagi sepchkalarimiz. Kobra to'qilishdagi sepchkalarimiz bizlarda 7,5 grammdan 30-50 grammgacha ham topib bera olamiz. Agar undan yuqori grammlar kerak bo'lsa, zakaz esa uzoq 2 kunga oldirib bera olaman. Uzoq 2 kunga zakazlar qabul etib turibmiz. Bu yerda esa diplomat zamoklarimiz. Kardinalning diplomat zamoklari, bularni 1.350.000 dan sotdik. Hozirgi bugungi narxi bularni 1.300 dan beraman. Diplomat zamoklar 1.300 dan. Bu mulk kardinalimizni bergi zamoklaridan bor mana. Bularni birdagi zamoklarimiz, oddiy zamoklarimiz. Bularni 1.280.000 so'mdan grammini berib turibmiz. Ondan ham ustida kesalar magazinga kelishib beraman ondan. Albatta, har bir narsani kelishib olasizlar kelishib beraman. Bu areshka naborimizdan aksiyaga qo'ydik. Shayrapa bu aksiyadagi narxi 1.250.000 so'm. Agarda nabor, общий nabor etib olaman desalar, ondan ham chegirma etib beraman. Agar общий olaman degan obunachilarim bo'lsa, kimdir meni istoriyamda shuni dim ko'p so'rab edinglar Instagramdan 1.250.000 dan ham qaytib kelishib beriladi. Va dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bemalol murojaat etaversizlar. Qayerdan bo'lsangiz ham jo'natib beramiz. Bu yerda gurmetlar mana. Gurmetdan qoshsiz turang beri. Bralseti bilan birgalikda. Oldingisi ko'rsatganimiz qoshli edi, bular esa qoshsiz va hamma grammlari topiladi. Zavodlar. Bu yerda Chanellarimiz bor mana. Yana zo'r yangilik bilan mana oqshom ham istoriyalarimda qo'yib berdim. Ana shu Chanelimizni rozochka kloni bilan birgalikda o'zini ishlangan klonlari 1.250.000 so'mdan qo'yib beraman. Italyanskiy grammini. Shuni uzunligini bir ko'rsatarim. Obunachilar, buni qo'yib xudo xolasa chegirma narxda. Ular noyob tovilishi qiyin ham 1.350.000 dan sotilganlari shayrapa 1.250.000 so'mdan chegirma narxda xarid etsalar bo'ladi. Grammida 100.000 qaytilib turibdi. Menimcha buning grammim kattaroq gramm bo'lsa kerak, 31 dan ziyod ekan. Shunda siz 3.200.000 so'm chegirmasi bilan olasiz buni. Ajoyib narx. Albatta ustida yana ham gaplashiladi. Buni bemalol kelsangiz bo'ladi. Keyingi rozochkalarimiz ham bor mana. Rozochkalarimizdan 1.250.000 so'mdan aksiyada qo'yibman bulardan. Mana bu yerda yana bir grammisi bor. 1.250.000 so'mdan aksiyada foydalanib qolsin. Oltinning narxi ko'tarilib ketishi ham mumkin. Hozir oltinning narxi ancha tushgan bir paytda oltinlarni xarid etib qolasizlar. Bular Van Cleef'ning 1lisi va 5lisi. Van Cleef'larimiz ham zo'r. Bulardan kelishib berib turibman arzon etib. Mijozlarimizni ko'ngilidagi narxlarda berib, quvontirib yuborib turibmiz. Bu sepochkalarimiz, klonlar ham o'zinda bo'ladi. Shunday modellari chiroyli. Oltinlar 585.000 bular. 85 proba. Bular ham kelishib beramiz. Keyin qarang, ana shu narsam yaxshi sotiladi va yaxshi qimmat yuradi ekan oddiy sepochkadan. Chunki buni lazerni nima deydi ekan, ish qilib chiroyli to'qilishi qalin, zich to'qilgan zimekaga yaxshi zimeka bilan ikkovi bir xil yuradi. Mustahkam to'qilgani uchun buni klienti ko'p bo'ladi ekan va do'konga ko'p so'rab kelinadi bular. Bundaylarimiz ham bor. Zimekalarimiz ham bor. Zimekalarimiz har xili bor. Qadimgi bronskiy zimekalarimiz ham bizlarda topiladi mana. Podstavkasi bilan aliq bo'lmasa shuni mana. Zimekalarimizni 3 grammdan to'salar bo'ladi. 50 grammgacha qo'limizda tayyor. Zimekalarimizni grammlarini 1.250.000 so'mdan chegirma qilib beraman. 1.250.000 so'mdan bemalol magazinimizga kelib, xohlaganlarni ko'rib, o'yinlarni taqib ko'rib, xarid etsalar bo'ladi. Chiroyli bo'lamiz. Obunachilar foydalanib qoling aksiya chegirmalardan. Dekabr oyida bilasizlar, oltinning narxi rekordga chiqib ketdi. 1.5 milliongacha chiqib ketdi. Hozir mana ancha 250.000 so'm arzonda xarid etadilar oltinlarni. Keyin Matluba ana shu sirg'alarimiz ham detskilarga da chegirmalar qo'yib beraman. Ularga ham
chegirmalarda, detskilarimizda mana ko'rishlaringiz mumkin. Ana shu yerda ko'rib turgan detskilarning grammini 1.100.000 so'mdan qo'yaman. Chegirmada 1.100.000 so'mdan. Zo'r variant bular ham Shayrapa, obunachilarimiz foydalanadi. O'z detskining hozir sezoni bilasiz, detskilarimiz yaxshi ketib turibdi. Bu yerda ko'rib turgan detskilarimizni 750.000 so'mdan qo'yaman chegirmada. Bular shtukka keladi, gramga emas, 750.000 so'mdan aksiyada qo'ydim bularni. Danasi 750 Danasi 750.000 so'mdan keladilar. Qaysi biri? Hammasi shu pastatkini 750.000 so'mdan qo'ydim. Ajoyib narx, obunachilarim. Eng arzon narxda 750.000 so'mdan. Alohida sirg'alarimizdan ham ko'rsatib o'taman. Mana yalpoq sirg'alarimizdan ko'pchilik yaxshi ko'rib taqadi apalar uchun bulardan chegirma aksiyalarni qo'yib bera olaman. Qanday chegirma qo'yib bera olamiz bularni? Bularni 1.300.000 so'mdan grammlarni narxlarini mana tushirib bera olaman. Undan ham qaytib bera olasiz. Ustuna kelsalar, yanama kelsalar kelishib beraman. Shu turba sirg'amizni 1.100.000 dan qo'yaman. Aksiyadan. 1.100.000. 1.100.000 Kimdir mendan so'raydi turba sirg'ani. Meni kuzatib boruvchi obunachilarim istoriyalarimda turba sirg'a so'raydingiz. Kim bo'lsangiz ham mana keling. Chegirmada 1.100.000 mi? 1.100.000 dan grammini qo'yib dan beramiz. Bu so'm oltin. Toza so'm oltin bu. Hech nesi yo'q. Gramga chiqib ketadigan qoshinesi yo'q. Bemalol kelsangiz bo'ladi. So'raganada meni ko'rib turgan bo'lsa, tezda kelib oling. Bizlarda alohida har xil sirg'alardan kelishib netib beramiz. Har xil modellarimiz, to'salar bo'ladi, brilliantlarning alohidalari. Bular qashsiz modellarimiz. Bulardan kelishib ko'nglinda narxda yetib beraman. So'ng ko'pchilik o'zlarimizdan Instagram, Telegramda obzorlarimda so'rab turibdi, mulk sifatida olib qo'yish uchun oltinlaringiz bormi deb so'rab turganlarimiz uchun bizlarda oltinlarimiz ham bor. Mana mulk sifatida olib qo'yish uchun bulardan grammini 1.100.000 so'mdan qo'yib bera olaman. Bular hammasi klonlar. Klonlar hammasi Rossiya oltinlari, zo'r variantda 1.100.000 so'mdan qo'yib beraman. Shu videoni saqlanib qilib o'zlarini kelsalar topib bera olaman. Yana alohida sirg'alarim ham bor, komplektlarim ham bor. 1.100.000 dan qo'ygan, mulk sifatida olib qo'ygan uchun zo'r tavsiya berib bilaman. Klonlarimiz ham, boshqacha variantlarimiz ham ko'p. Shu sirg'ani ko'rsatib bering. Obunachilarim tez ulgurib olib qolinglar. Bularni qarang. Yuzukdan ayirib satmaydigan komplektlarimiz. Faqat sirg'asi mana. Ayirib satamiz. Ko'p onalarimiz uzuk taqmayman faqat sirg'a deysizlar-ku. Darrov keling. Bor, bulardan skidka narxda qo'yib beramiz. Klonlarimiz ham har xil variantda alohida mana sotiladi. Hammasi ulug'lik kichik grammlarni ham kelishib beraman bulardan. Bularning ham grammlari nefritlar 1.50.000 so'mdan qo'yib bera olaman. Bularda 1.300 dan 1.250.000 dan mana klonlarimiz 1.100.000 gacha ham bor bizlarda. 1.50 dan 1.300 gacha bor. Va matluba, hozir men eski klonimni almashtirajaqman. Mana bu toza kloningiz yoqib qoldi, ullaytirajaqman deganlarga ham sharoit yaratib beramizmi? Beramiz. O'zining eski klonlarini o'zini, masalan, ko'pchilik o'zi 10 yil, 5 yillik klonlarni topshirsa, bu yangi modellarga ham almashtirib beraman. Barterga lomni qimmat narxida hisoblab olaman. Eng asosiysi ana shu bizlarda. Bularni arzon etib beraman. Lomlarni qimmat narxida hisoblab olaman. Alohida yuzuklarimizni har xil variantlarini topsanglar bo'ladi. Qizil qashlarimizni chegirmaga qo'yib bera olaman. Qizil qashlarimizni 1.50.000 so'mdan qo'yaman chegirmada. Grammini 1.50.000 so'mdan qo'yaman. Xojon-ojonlarimiz uchun ham qashsiz modellarimizni to'salar bo'ladi. Mana har xili bor apalarimiz uchun. Podarkiga olaman deganlar bo'lsa, qarang, ko'ring. Qaysi yoqda skrinshot eting, Telegramdan ko'rinib turgan ekranda nomerlarga yozsangiz, sizga gramm narxi haqida to'liq ma'lumot beramiz va o'zingiz musofirda tursangiz ham sizni nomingizdan onajoningizni ana shu uzuklarni yetkazib, tug'ilgan kunida, bayramlarda tabriklaringizni ham yo'llab qo'yamiz. Mana qaysi biri yoqadi sizga? Mana jannatim onam uzuklari. Qizlar uchun ham mana toza to'y bo'layotgan qizlar uchun ham alohida yuzuklarimiz chiroyli variantda to'ysalar bo'ladi. Hammasi albatta razmerlari bilan, razmerlari bilan birgalikda hamma razmerlari bor. 1.5 million so'mdan boshlanib narxlari oshib boraveradi. Danasi 1.5 million so'm. Danasi 1.5 million so'mdan. Yuqoriga qarab ketaveradi. Shu videoni ko'ravermay magazinga kelib, bir eshitgandan deydi, bir ko'rgani yaxshi. Magazinga kelsalar, xalq ko'nglindagi har xil ko'rinishga ega bo'lgan eng so'nggi modeldagi yuzuklardan topib bera olaman.
Ana endi kumushlarimizni ham bir obzor etib o'tamiz. Oltin emas, kumushlarning ham bahasi qandaylari bor degan obunachilarimiz bemalol ko'ring. Mana kumush uzuklarimiz alohida. Merime uchun, tug'ilgan kun podarka uchun. Har xil variantlarni ko'rsalar bo'ladi. Kumushlarimizni grammi 45 ming so'mdan 85 ming so'mgacha bor. 45 mingdan bormi sizlarda? Bor, 45 mingdan ham bor. Komplektlarimiz ham bor Shoira opa. Mana komplektlar ham eng so'nggi modellardagi komplektlarimiz. Alohida sirg'alaridan bor. Endi hozir videoga qisqacha ko'rsata olmaymiz-ku, videoga siymay qoladi. Mana hammasini kelishib 45 ming so'mdan. Abrochannilar to'salar ham bo'ladi. Kumushdan, Kumushdan abrochannilarimiz bor. Oltinlarimiz bor. Abrochannilarimiz ham hamma narsani topib bera olamiz. Xullas obunachilarim, do'konimizda oltinlarimiz ko'p, kumushlarimiz ham ko'p. Har birining narxini kelib do'konimizdan oling. Eng muhimi oltinlarning narxi tushdi. Tushgan narxda beramiz. 1,50,000 so'mdan boshlab 1,300,000gacha 585 probalarimiz olishlaringiz mumkin va 750 bakiniski brilliantlarimiz ham 10% chegirmaga tushdi. 585larimiz esa 20%gacha chegirmaga tushdi. Matlubaning o'zi haftaning 6 kuni bo'ladi. Bazar kuni dam olish, Matluba? Bazar kuni dam olish, boshqa kuni ishdamiz. Agarda doim zarur bo'ladigan bo'lsa, adminlarga murojaat etsadan bazar kuni ochib berishga harakat etamiz imkon qadar. Ochib doim zarur bo'ladigan bo'lsa. To'lov turlaridan kelsak, bizlarda plastik, naq, muddatli to'lov asosida ham oltinlarimizni bir pasport evaziga xarid etsalar bo'ladi. Faqat pasport, plastik ham shart emas. Shart emas. Bir pasport evaziga ishsiz xodimlarimizga 5700 gacha limitlarimizni chiqarib berib turib, biz bir pasport evaziga agar ishlaydigan, pensiya oladiganlar bo'ladigan bo'lsa, ularga limitlar cheksiz. 10 daqiqaning ichida shu magazinga keladilar, pasporti bilan shu pasport egasi hal etib, 10 daqiqaning ichida hal etib, xohlagan oltinlarni xarid etsalar bo'ladi. Yana oldindan to'lovsiz. Keyingi oydan to'lov. Hozir masalan bu oyning boshindasi, indigi oyning 1dan 10gacha to'lovlari bo'ladi. Faqatgina bu o'zimizning viloyatda. Shu magazinimizga kelish kerak. Ko'pchilik mendan o'zi viloyatlardan so'rab turibdi. Savollarni endi qisqacha javob berib ketaman. O'zingizning viloyatingizda bo'lsa, buni imkonsiz. O'zlarimizning viloyatda shu magazinga shu kelib muddatli to'lov asosida asab bo'ladi. Yo'q odamga chiqarib bera olmaymiz. YouTube kanalimiz Roza Gold deb qidiruvga bersangiz chiqadi. Unga obuna bo'lib qo'ying. Instagramimiz, xudo xolasa, Instagram kanalimizga obuna bo'lganlar uchun yangi yilda ko'plab qimmatbaho sovg'alar ulashdik va oltin klon, oltin uzuklar ham, kumushli komplektlar ham berganmiz. Shunday ekan Roza Gold Instagram, YouTube kanallarına obuna bo'lib qo'ying. Elinizdan chiqib qolsa foyda bo'lishi mumkin. Hech qachon sizga zarar bo'lmaydi. Ham oltinlarimizning narxlari bilan tanishib o'tirasiz. Telegram kanallarimizga o'tib, har kungi kelgan toza oltinlar bilan ham tanishib o'tirsangiz bo'ladi. Ekranda nomerlar qo'yamiz obunachilarim. Kimda qanday savol bo'lsa, javob olishlaringiz mumkin. Matlubani o'zi javob beradi. Mehr bilan savdo qilamiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa, bundan ham yaxshiroq sizga skidkalar qo'yib beramiz. Keyingi safar. Uning uchun siz yaxshi kommentariyani yozing, like bosing. Kaminda qarindoshlar, sinfdoshlar, dugonalar, gruppalarni jo'natib qo'yib keling. Siz do'konimizga kelganingizda xursand qilamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.